Yaqında men Muparri Avrashim to'g'risida film chiqargandan keyin nurg'ulg'an to'rdoshlar mushu Muparri Avrashimni bizmi tetib boqqan bo'lsak, o'zingiz yasagan Muparri Avrashim bo'lsa, bizmi kasalligimizga shifo tepib qolar degan uchurlarni aytib ko'p yozdinglar. Men chiqargan Muparri Avrashim dal mushu shu. Bu Muparri Avrashimni mening dadamninki mushu 1992 yili ijod qilgan Javhari Muparri Avrashimninki aşı resmiga asosan hem mushu dadamninki mushuni yasash texnikasiga asoslanib, shuning o'xshash holatda texnikasini qo'llanib yasab chiqardim. Endi bu Muparri Avrashimninki beshig'ama dadamninki dal bosh suratini logosi qilib obraz vakili qildik. Endi bu Muparri Avrashimninki bir qipining ichidan 20 tal chiqadi. Mush bir talni bir kunlam ishsizlar 20 kun yetadi. Endi bu Muparri Avrashim qanday odamlarga mos keladi degan chog'da birinchidan mush kamqonliq, yurakka qon yetishmagan, tojismon yurak kasali bo'lgan, yurak sanjig'i doim tutayotgan, yurak to'la chalang'urab, sanjilib, siqilib, hasirab, nafas qistab, demet qilayotgan, to'la bo'yni qetishayotgan odamlarga. Uningdan bilak mushu mingidagi qon tomirlariniki to'liq ozuqliqlarni qabul qilolmay, ming qon tomirlarda yenik darajada to'sirish qetishdan kelib chiqqan nerv ojizlik, untuqoqlik, uyqusizlik kasalliklarga oldin tanlab ishlatsanglar tamamen yaxshi. Endi bozorda bu Muparri Avrashimning turi nihoyat bakjiq. Bozorda hozir Avrashimning turi nihoyat bakjiq. Men chuqur meningini setib anglar demayman. Agar mushu dadamninki o'zininki haqiqiy reseptini hem aşı reseptga asosan yasalgan mushu Avrashimni tetib boqsa tuqqanlarga tavsiya. Mushu ishib kirib baqsanglar, balki mushu ig'izni ochgandan keyin balkim purqidan boshlab boshqa necha vaqtning yoqsili ichib Avrashimdan alohida zo'r farq unutganligini mushu Avrashim ichib boqada cho'qim his qila oladi. Serig'avurga chiqarib qo'yay, mushu serig'avurdan setib olishinglarni umid qilaman.